Mana ko'kalar. Navbatdagi pechkamizni Sanchqul mahallasiga ustanovka qildik. Bu yerda ham proyekti zo'r tushgan ekan. Mana bu birinchisi. Pechkani turishi. Xona 5 metr ziyodroq. Mana shu ekan uylarga qo'ydik. Uyda proyektchasi ham zo'r tushgan ekan. Hozirgi pechkani detiskiga xona ekan bu, detiskiga orqa tarafi bo'ldi. Orqa tarafi detiskiga xavfsiz bo'ladi. Bolalar bemalol issiqqa yotadi qish kuniga. Kattalar xonasidan yoqiladi. Mana bu ham bitta spalna, bu ikkinchi pechkani orqasi bu. Orqa taraf ko'rinishi ustanovka bo'lgandan keyin to'rdan banya tushar ekan bu yerdan. Mana ikkinchi pechkani oldi tarafi bu. Ustanovka bo'lishi. Bu taraf oshxona bo'lar ekan. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz, bemalol murojaat qilaverasizlar.